Ilgari biz ham shunday edik. Raqobatdosh menimcha. Biz maqsadlarimizga erishishda shoshilayotgandek his etardim. Biz jismoniy va ruhiy salomatligimizga unchalik e'tibor bermas edik. Lekin endi biz biroz dam olishimiz mumkin. Endi hammamiz katta bo'ldik. Loyiha Arya tomonidan Bankdan olami Telegram va YouTube kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Sugar Rolling Stone'ga yana bir marta xush kelibsiz. Men qaytdim. Avgusti sifatida trilogiyani yakunlagan paytingizda biror narsa tugab qolgandek va yangi bir narsaga o'tishga tayyor ekanligingizni his qilgandek bo'ldingizmi? Ha, va men shundan so'ng darhol harbiy xizmatga jo'nab ketdim. Shuning uchun ketishim oldidan trilogiyani tugatganim uchun ancha xotirjam bo'ldim. Men Avgusti sifatida o'zimni o'nglab olgandek bo'ldim. Menimcha Avgustining roli insonlardagi qorong'u his-tuyg'ularni chiqarib yuborish. Menimcha aynan mana shu sizni Sugar va BTS sifatida yashashingizga imkon beradi. Ha, so'nggi albomimdan keyin mening tanamda hech qanday salbiy his-tuyg'ular qolmadi. Siz o'zingizda doim g'azabga o'xshash his-tuyg'u bor ekanligini aytasiz. Bu qayerdan keladi? Menimcha yoshligimdan menda o'zimni past ko'rish hissi bor. Albatta, jamiyatga nisbatan norozilik ham bor edi. Bularning barchasi qandaydir kombinatsiyaga ega edi. BTSga bo'lgan qiziqish va ularning muvaffaqiyatining siri menimcha BTS idol guruhlaridan kutiladigan odatiy shaxslar emas yoki odatiy san'atkorlar emas. RM ham shunday, Suga ham shunday. Bilasizmi, sizlarning fikrlash tarzingiz va artist sifatidagi moyilligingiz idol guruhlariga mos kelmaydi. Men Seulga kelishimdan oldin Daegyuda musiqa bilan shug'ullanganman. Va o'sha paytda men idol guruhlarini unchalik ham tushunmas edim. Lekin keyinchalik ulardan biriga qo'shilganimdan keyin bu mashaqqatli ish ekanligini tushundim. Ular doim band bo'lishadi va umuman oson emas. Endigina ularning barchasiga ko'nika boshlagandim. Menimcha aslida men bu ishga juda mosman. Siz albom ustida ishlay boshlagan paytingizda yangi narsa ko'rsatish uchun chuqur kirishib ketasiz va musiqa haqida juda ko'p o'ylaysiz. Haqiqiy natija dastlab xayolingizda tasavvur qilgan musiqadan qanchalik farq qiladi? Bizning asosiy maqsadimiz oldin bo'lmagan yangicha narsa yaratish. Sizlar biz tomonimizdan eshitmagan yangicha narsa. Va menimcha bu shunchaki yaxshi tayyorlangan pop albomi. Shuning uchun biz juda mamnunmiz. Shuncha qo'shiq yozish, ularni qaytadan yozish, tahrirlashlarni ko'rib chiqish, bular oson ish emas edi. Lekin bu juda qiziqarli ham bo'ldi. Shuning uchun ham biz yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Siz qo'shiq tanlash jarayonida janjal bo'lganini aytdingiz. Oxirida tanlovda yo'q bo'lgan narsa tanlandimi? Xo'sh, menimcha muvozanat juda muhim narsa. Shuning uchun ham men aniq bir trek yoki shunga o'xshash bo'lgan narsani talab qilmadim. Men ko'proq vaqtimni turli fikrlarni tinglash va ular o'rtasida vositachilik qilishga sarfladim. Nima bo'lmasin, oxirida yaxshi natijaga erishildi. Mening eng yaxshi ko'rgan treklarim muvaffaqiyatga erishdi. Hatto boshida yoqtirmagan musiqalarimni ham qayta-qayta tinglab, yoqtira boshladim. Into the Sun menimcha umuman boshqacha qo'shiq. Bu qo'shiqni yaratish jarayonida eng esda qolarli narsa bo'ldimi? Demak, bu trek. Men bu trekni studiyada eshitib ko'rdim. Keyin uning rep qismi ustida ishlashimga to'g'ri keldi. Keyin esa uni yashab turgan uyimizning ayvonida yozdim. Bu albomdan oldin men hech qachon tashqarida musiqa yozish haqida tasavvur qilmaganman. Lekin bu safar men ochiq havoda plyajda ishladim. Uskunalar juda ham soddalashtirildi va sizga faqatgina ruchka va daftar kerak.
Shunday qilib men o'sha ayvonda o'tirib juda tez ishlaganimni eslay olaman. 2022-yilda tanaffus qilishingiz haqida aytganingizda, aytmoqchi bo'layotgan gaplarim tugab borayotgandek his etyapman deb aytdingiz. Bu tuyg'uni qanday yengib o'tdingiz? Shundan so'ng men yakkahun albomimni chiqardim va uni ustida ishlash juda ham qiyin bo'ldi. Lekin hozir buni qanday aytaman? Hozirda men bu bo'yicha kamroq stressga tushishga harakat qilyapman. Men doim aytmoqchi bo'lgan gaplarimni topaman, keyin ular yana tugab qoladi. Hozirda agar telefonimdagi eslatmalarga qaraydigan bo'lsam, undagi juda ko'plab eski eslatmalar yangi ma'noga ega ekanligini ko'raman. Shuning uchun men ushbu albom ustida ishlayotgan paytimda ularning ba'zilarini efirga uzatdim. Lekin aytiladigan gaplar topiladi va tugab qoladi. Bu abadiy mavjud. Diplo ushbu albomda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Uni xuddi o'zi kabi prodyuser nuqtai nazaridan kuzatdingiz. Sizningcha uning qaysi jihatlari ushbu albom ovozini boshqarishga moslashtiradi? Xo'sh, u allaqachon K-pop artistlari bilan juda ko'p ishlagan edi. Shuning uchun u ish jarayoni va sharoitini juda yaxshi bilar edi. Va juda sermahsul prodyuser ham. Biz shunchaki ajoyib qo'shiqlarni yozishdan tashqari, yangi insonga juda muhtoj bo'lgan paytimiz edi. U albomning oqimini va tuzilishini chinakamiga tushuna olardi. Diplo bu borada juda yaxshi ish qildi. Hip-hopni juda yaxshi o'rgangan inson sifatida barcha davrlarning eng buyuk MClari kim bo'lardi va nima uchun? Avvalo MC so'zi. Men hozirgina do'stlarim bilan MCdan ko'p foydalanmaslik haqida gaplashgan edim. Lekin baribir tanlash qiyin. Men Eminemni eshitib katta bo'lganman, shuning uchun Eminem. Yana Kendrick Lamar. Amerika hip-hopining hozirgi holati haqida qanday fikrlasiz? Turg'unlik haqida qandaydir gap-so'zlar bor va yana qandaydir boshqacha fikrlar ham. Menimcha Shuganing o'ziga yarasha nuqtai nazari bor. Sizning fikringiz? Men vafot etgan iste'dodli yangi artistlar uchun juda qayg'uraman. Menga Juicy WRLD yoqardi. Lekin musiqa doim yangicha trendlarga asoslangan. Hozirda hammasi turg'un ko'rinishi mumkin. Lekin siz sezmasingizdan oldin hip-hop yana chartlarda ko'tariladi. Men uni hozir o'tish davrida deb his qilyapman. Hip-hop hozirda biroz qotib qolganligi rost. Lekin u albatta qaytib keladi. Men buni J-Hopga ham aytdim. BTSning dastlabki 10 yili cho'qqiga chiqish uchun yo'l bo'ldi, shunday emasmi? Chinakamiga super yulduzlik sari yo'l. Xo'sh, sizlar yana birlashganingizdan keyingi maqsadingiz nima? BTS 2.0 siz uchun nimani anglatadi? Suga va hozirgi maqsadlaringiz nima? Biz o'zimizdan zavq olishimiz kerak. Ilgari biz ham shunday edik. Raqobatdosh menimcha. Biz maqsadlarimizga erishishda shoshilayotgandek his etardim. Biz jismoniy va ruhiy salomatligimizga unchalik e'tibor bermas edik. Lekin endi biz biroz dam olishimiz mumkin. Endi hammamiz katta bo'ldik. Shunday qilib, menimcha endi biz bundan ko'proq zavq olishimiz kerak. Arim va boshqalarning oldin aytgan gaplariga qaraganda, davom etish bu tanlov bo'lganligi aniq. Biroq hozirgi natijaga erishganingizdan keyin har biringiz o'z yo'lingizda ketishingiz mumkin edi. Siz hozirgi bu tanlovingizni qanday qabul qildingiz? Men birga qaytish uchun ongli ravishda qilingan tanlov haqida gapiryapman. Bilmadim. Har bir insonning shaxsiy fikrlari va istaklarini bilishning iloji yo'q. Lekin o'sha paytda guruh bo'lib ishlay olmaganligimiz uchun har birimiz yakka holatda ishladik. Shunday qilib, harbiy xizmatga borishimizdan oldin biz doim birga bo'lishimizni aniq bilar edim.
Lekin xorij nuqtai nazari bilan qaraganda bu qanchalik hayratlanarli ekanligini juda yaxshi tushunaman. 굉장히 좀 신기하긴 할 것 같아요. Lekin 그런데 biz uchun 당연히 팀으로 인제 음 birga 끝난 qaytish 거니깐요. aniq tuyuldi. 그래서 네 크게 딱히 Shunday qilib bu haqida hech birimiz 이견이 fikr 없었어요. bildirmadik. 다 무조건 당연히 Men 하는 거죠. shunchaki o'yladim, ha, albatta biz buni qilyapmiz. Ushbu qaytishni ko'rib a'zolarning 40, 50, 60 yoshda ham birga bo'lishlari haqida aytganliklarini eshitdim. Sizningcha shunday bo'lishi mumkinmi? Bizda iroda bor ekan, men 70-80-yillarda ham biz birga bo'lishimizga ishonaman. Hozirgidek raqsga tusha olamizmi, yo'qmi, bunga amin emasman. Lekin baribir biz boshqacha usul topishimiz mumkin. Shunday qilib, iroda bor ekan, hech qanday muammo bo'lmaydi. Shuga sizningcha BTSning muvaffaqiyatining asl siri nimada? Karyeradan tashqari birga qoladigan, bir-biriga chin dildan g'amxo'rlik qiladigan guruh sifatidagi muvaffaqiyatingizning siri. Ular juda kulguli, ularning yonida bo'lish juda qiziqarli va biz birga juda ko'p qiyinchiliklardan va baland suvlardan o'tganimizdan keyin ular o'zlarini biroz o'rtoqdek his qilishadi va men ularni oila a'zolarim deb bilaman. Ishonchim komilki, bizning muvaffaqiyatimizning bir qismi bizni shunday mustahkam rishta bog'lab turishidir. Bundan tashqari hamma juda iste'dodli. Shuning uchun ham biz bu safarda bir-birimizga ishona olamiz. Ba'zan diqqat markazida bo'lish qiyin emasmi? Hatto boshqalar uchun arzimas bo'lgan narsa shuga uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Bunday yashash qiyin emasmi? Bu shunchaki mening ishimning bir qismi. Mening vazifam jamoatchilik nazarida yashash. Ba'zan bunday yashash qiyin. Ha, bunday yashash qiyin, lekin boshqalar meni qanday ko'rishiga umuman ahamiyat bermayman va men hech qachon boshqalar men haqimda qanday fikrda ekanliklariga qiziqmayman. Shuning uchun bu ba'zida qiyin emas. So'rashim uchun balki hali ertadir, lekin bilamizki, bu albom uchun juda ko'p qo'shiqlar bor edi. Shunday qilib, BTSning keyingi albomı qanday yo'nalishda davom etishi haqida tasavvurga egamisiz? Bilasizmi, bir safar mashq qilayotgan paytimizda Jimin bir narsa dedi. Biz hali gastrol safarlarimizni boshlaganimiz yo'q, lekin u gastrol safarlarimizni tugatganimizdan so'ng yana albom chiqaraylik dedi. Men bu haqida tasavvurga ega emasman. Vaqt juda tez o'tmoqda va hamma narsa juda tez o'zgarmoqda. Va men biroz vaqt singillarni chiqarishga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Qarang, o'tgan yilning sentyabr oyida albomni tugatdik. Yozib olishdan tashqari, ungacha bo'lgan bosqichlar uchun juda ko'p vaqt ketdi. Shunday qilib, biz buni amalga oshirganimizda mart-aprel oyidagi trendlar haqida umuman tasavvurga ega emasdik yoki qanday janrlar mashhur bo'lishi, yaxshi musiqa yaratishga harakat qilish qiyin edi. Mana shu sabablarga ko'ra, balki singl chiqararmiz yoki balki mini albom chiqararmiz. Mana shu yo'nalishdagi biror narsa. Shunday qilib, keyingi albom haqida nima deysiz? Hazillashdim. Kelganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan birgalikda Arya bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. YouTube va Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.